Amerika urushni o'rganish instituti hisobotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari bir necha kun ichida 200 kvadrat kilometr hududni ozod qilgan. 2023-yil iyun oyida boshlangan qarshi hujumdan buyon ukrainalik harbiylar shunday qisqa muddat ichida bunchalik katta hududni qaytarib olmagan edi. Taqqoslash uchun butun dekabr oyida Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududining 244 kvadrat kilometrini egallagan. Amerika urushni o'rganish instituti Ukraina hujumining muvaffaqiyati Rossiya armiyasi foydalangan Starlink sun'iy yo'ldosh interneti terminallarining o'chirilgani bilan izohlamoqda. Starlinkdan foydalana olmagan Rossiya qo'shinlari o'tgan haftada atigi bir kun hujum qilgan. Qolgan vaqt davomida tashabbus Ukraina qurolli kuchlari tomonida bo'lgan. Jurnalist Andrey Zakharov o'tkazgan surishtiruv natijasida ma'lum bo'lishicha, Rossiya fuqarolari orasida WhatsApp va Telegramga muqobil sifatida faol targ'ib qilinayotgan Max ilovasi mamlakat prezidenti Vladimir Putinning oilasiga tegishli shaxsiy aktiv hisoblanadi. Max Messenger VKontakte holdingiga tegishli bo'lib, uning asosiy aksiyadorlaridan biri Sogis sug'urta kompaniyasi hisoblanadi. O'z navbatida Sogisdagi ulushni Sankt-Peterburgdagi Accept firmasi orqali Putinning amakivachchasi Mixail Shelmov nazorat qiladi. 2024-yilgi moliyaviy hisobotga ko'ra, Shelmovning VKontaktedagi aksiyalari saqlab qolingan. Mixail Shelmov 2000-yillarning boshida fotograf sifatida ishlagan, lekin Vladimir Putin hokimiyatga kelishi bilan u ko'plab milliardlab aktivlar, jumladan Rossiya banki va Sogis aksiyalariga ega bo'lib qolgan. AQSh Eron bilan yirik urushga yaqinlashmoqda. Harbiy to'qnashuv ehtimoli 90%. Bu haqda Axios o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Eronga qarshi ehtimoliy harbiy amaliyot AQSh va Isroil ishtirokidagi bir necha haftalik kampaniya shaklida o'tkazilishi mumkin. Eron bilan Jenevadagi muzokaralar hozircha natija bergani yo'q. Harbiy harakatlar boshlanishi ehtimoli 90% deb baholanmoqda, dedi amerikalik rasmiylardan biri. Qayd etish kerakki, Trump ma'muriyati Yaqin Sharqda harbiy ishtirokini sezilarli darajada kuchaytirdi. So'nggi kunlarda Qo'shma Shtatlarning 50 dan ortiq qiruvchi samolyoti Yaqin Sharqqa joylashtirildi. AQSh Eron bilan keskinlik fonida Yaqin Sharq mintaqasida USS Abraham Lincoln aviatashuvchisi boshchiligidagi zarba guruhini joylashtirgan edi. Shuningdek, yaqin kunlarda Washington mintaqada THAAD raketaga qarshi mudofaa tizimi batareyalarini joylashtirishi kutilmoqda. Bundan tashqari, The New York Times nashrining xabar berishicha, Washington USS Gerald Ford aviatashuvchisi boshchiligidagi zarba guruhini Karib dengizidan Yaqin Sharq mintaqasiga yo'naltirgan. The New York Times nashrining xabar berishicha, Kubaning amaldagi hokimiyati shu yilning o'zida qulashi mumkin. Trump ma'muriyati tomonidan yangi sanksiyalar joriy etilgach, Kuba, Meksika va Venesueladan keladigan neft manbalaridan ayrildi. Yaqin orada esa turizm va chet eldagi tabiiy missiyalar orqali olinadigan valyutaga kirish imkonidan ham mahrum bo'lishi mumkin. Washington aynan shu yo'nalishda ish olib bormoqda, deya yozmoqda nashr. The New York Times'ning qayd etishicha, yoqilg'i yetkazib berishning to'xtatilishi Kubada vaziyatni keskinlashtirgan. Amerikaliklarning Maduroga bosimi va bojlar bilan tahdid qilishi ozodlik orolini neft yetkazib beruvchilari Venesuela va Meksikadan uzib qo'ygan. Tahlilchilarga ko'ra, xalqaro ta'minotsiz mamlakat oxir-oqibat falajlanishi mumkin. Kubalik amaldorlar asabiylashmoqda, chunki ular o'z inqiloblari yakuniga yetayotganini anglay boshlagan, deya qayd etadi The New York Times. Nashr uzoq yillar davomida Kubani o'rganib kelgan tarix professori Ada Ferrerning fikrini ham keltiradi. Uning aytishicha, avval ham rejim tez orada qulaydi degan bashoratlar bo'lgan, biroq har safar ular o'zini oqlamagan. Ammo bu gal mamlakatni tashqi tomondan qo'llab-quvvatlaydigan kuch yo'q. Endi Kubaning qulab borayotgan iqtisodiyotini qutqarishga tayyor homiy yo'q. Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng bu ishni Venesuela qilayotgan edi. Ammo Nikolas Maduro AQSh tomonidan qo'lga olingandan so'ng barchasi o'zgardi, deydi ekspert. Manbalarga ko'ra, AQSh davlat kotibi ayni kunlarda Kuba sobiq yetakchisi Raul Castroning nabirasi bilan mamlakat kelajagi haqida yashirin muzokaralar ham o'tkazmoqda.
Ukrainada mehnat migrantlarini jalb qilish uchun katta ehtiyoj mavjud bo'lib, bu urush yillarida tobora kuchayib bormoqda. Biroq Ukrainada ishlashni xohlovchilar soni yildan yilga kamayib ketdi. Bu haqda Ukrainaning Ofis migratsion politika tashkiloti rahbari Vasiliy Voskobonik ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, urushdan avval 2021-yilda Ukrainaga ishga joylashish uchun 24 mingta ruxsatnoma berilgan yoki uzaytirilgan. Ukrainalik amaldorning ta'kidlashicha, 2024-yilda Turkiya fuqarolari eng ko'p ruxsatnoma, ya'ni 1000 ga yaqin ruxsatnomaga ega bo'lgan. Keyingi o'rinlarda O'zbekiston 700 ga yaqin, Hindiston 500, Ozarbayjon 400, Xitoy 350, Bangladesh 319, Pokiston 205 va Nepal 146 ta ruxsatnomani rasmiylashtirgan. Zelenskiy o'z delegatsiyasiga Rossiya-Ukraina muzokaralari chog'ida Putin bilan Jenevada shaxsiy uchrashuv o'tkazish masalasini rasmiy ravishda ko'tarishni topshirdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Axios nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Zelenskiy Rossiya bilan hududlar borasidagi kelishmovchiliklarni faqat Putin bilan yuzma-yuz uchrashuv orqali hal qilish mumkinligini ta'kidladi. Zelenskiy bundan avval ham bir necha bor Putin bilan uchrashuv o'tkazishni taklif qilgan, biroq Rossiya bunday uchrashuv faqat Moskvada bo'lishi mumkinligini bildirgan. Bu esa Kiyev uchun ma'qul kelmagan. Shuningdek, Ukraina prezidenti siyosiy yo'nalishdagi eng bahsli masalalar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi kelishmovchiliklar bilan bog'liqligini, jumladan ular Donbassning kelajagi hamda Zaporojye atom elektr stansiyasini o'z ichiga olishini aytdi.